litsenziyalangan firmadan umra ziyoratiga borish narxlari necha puldan bo'lyapti? Kutib turgan hoji otalarimiz va hoji onalarimiz uchun bugun biz Centrum Holidays bosh ofisiga kelganmiz. Oktyabr oyida umra ziyoratiga borish narxlarini to'liq to'kis va undan tashqari sharoitlarni to'liq to'kis sizlarga bugun inshaalloh shu video orqali ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Videoda o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rsalar inshaalloh sizlarga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor assalomu alaykum. Abdulloh aka, charchamasdan Tanjonov sog'om aka. Inshaalloh oktyabr oyini ham boshlab oldik aka. Oktyabr oyida ko'pchilik niyat qilyapti, umra safariga boraman. Lekin hozir o'zingiz ko'rib turibsiz, mashinlar ko'payib ketdi. Internet orqali har xil videolar chiqarib, litsenziyalangan deyapti, lekin litsenziyasi yo'q o'zi aslida. Men sizlar topib keldim, litsenziyalang turibdi. Mana aka oldimda. Bugun oktyabr oyida umra ziyorat narxlarini to'liq to'kis aytib bersiz va Saudiya Arabistonining sharoitlarini ochiq oydin aytib bersiz aka. Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojona, hojotalarimiz omonmisizlar? Alhamdulillah biz ham yaxshimiz. Xo'p, hozirgi paytda turli litsenziyaga turli firmalardan bittasi bo'lib turgan Centrum Holidays kompaniyasi. Albatta mana litsenziyamiz. Siz hozirgi paytda vodiydagi eng birinchi bo'lgan Glamni ofisida turibsiz. Men ijtimoiy tarmoqda juda ko'p ko'ryapman. Qattiq gap bo'lsa ham aytaman aka. Do'ppi soqol qo'yib reklama qilishyapti. Ha? To'g'ri aka. Do'ppi soqol qo'yib yomonlaganim yo'q. O'sha narsaga qattiq e'tibor berib yomonlaganim. Lekin shunaqa ayrim insonlar bor. Litsenziya bo'lgan holatda yolg'on gapirib olyapti. Ha? Centrum Holidays, Centrum yo'q. Centrum Holidays kompaniyani o'zi orqasida nomerlar bilan chiqadi. Siz ishoning, siz ketyapsiz Centrum Holidaysdan orqasida yozuv yo'q, Centrum Holidaysga ketib qolmang. Nomeri yo'q. Bo'ldi. Mana shu narsani oldindan aytib qo'yay. Aka, litsenziyalangan firma deb to'g'risi kommentariyamga yozishyapti. O'zi firmalar litsenziyalanganmi deyapti. Menga o'zimga telefon qilishyapti. O'shunchaki aytdim, litsenziyani mana shu oldimizga qo'yaylik, yurtdoshlarimiz ko'rsin, ishonsin degan maqsadda litsenziyani oldimizga qo'ydirib qo'ydim aka. Xo'p, mana shu litsenziya $1 million turadi. Mana shu qog'oz o'zi $1 million $1 million turadi. Ha? Biz buni hammaga ham bermaganmiz. Vodiy bo'yicha ikkita odamda ishchilik hujjati bor. Boshqa hech kimda yo'q. Bo'ldi. Mana shu narsa o'zi xudo xolasa men mana shuni qo'rqmay gapiryapman. Kamerada hozir mana shu videoyimiz 10 million odam ko'radi. 1 million odam ko'radi. Uni bilmaymiz, Xudo biladi. Necha ming odam ko'rsa ham mana shu narsani xudo xolasa hamma joyda aytamiz. Vodiyda Glamni ofisida turibsiz. Vodiyda Glamni ofisida turibman. Bundan tashqari Samarqandda va undan tashqari Toshkent shahrida ham ofisimiz bor deb aytib o'tdingiz aka. Xudo xolasa bor. Xo'p, aka, yurtdoshlarimiz ko'p kuttirmagan holatda birinchi o'rinda narx-navoda aytib o'tib ketaylik. O'zi boshiga olmoqchi edim narxini, lekin ayrim sabablarga ko'ra videomizcha cho'zilib qolyapti. Hozir narx-navolari va reyslar qayerlardan uchishini bitta yurtdoshlarimizga aytib bersiz aka. Xo'p, reyslarimiz 6 ta viloyatdan bor. 6 ta viloyatdan reyslar uchyapti. Toshkentdan bor, Samarqanddan bor, Farg'onadan bor, Andijondan bor, Namangandan bor va Termizdan. Xo'p, ya'ni 6 ta viloyatdan reyslar qatnovi bo'lib turibdi aka. Xudo xolasa. Xo'p, narx-navolari necha pul bo'lyapti aka? Oktyabr oyiniki. Oktyabr oyiniki. O'zi 1150, 1075 qo'yamiz degan plan bo'lib turdi. Hamma narx unutgan holatda hammasidan narximiz 1100 qo'yib qo'ydik. $1100 oktyabr oyida. Oktyabr oyi qaytdan ketishdan qat'iy nazar. Farg'onadan, Samarqanddan qatdan uchishning farqi yo'q. Narxi bir xil. Oktyabr oyiga. Bo'ldi aka, narx-navoni bildik. Sharoitlar Saudiyadagi qaysi viloyatdan reyslar uchishini bildik Saudiyaga. Hozirda ko'pchilikni qiziqtirib turgan savollardan biri Saudiya Arabistonda hop Makka Mukarrama va Madina Munavvaradagi gastitsa masofasi ham qiziqtiradi odamlarni. Chunki yosh katta odamlar boradi, bir xilgilar piyoda chiqamiz deydi, bir xilgilar avtobusda chiqamiz deydi. Har xil odamlar bor. Birinchi o'rinda telefon qilgan odamlar yo kommentariyaga ham yozib ketishadi. Gastitsa masofasi qancha? Yaqinmi, uzoqmi? Xo'p, mana shu narsaga, xo'p, buni ham gapirib o'tib ketaman. Yurtdoshlar, men o'zi yaqinda 2 kun 3 kun bo'ldi Saudiya Arabistondan kelganimga. Alhamdulillah 5-6 marta borganmiz. Katta hajlarga ham borganmiz. Har safar borganimizda bizni nima xunuk holatga olib keladi? Yosh kattalarimiz boradi. Bolasi rasmiy bizda qarang, Tojikistondan. Mana shuni aytib o'tib ketay, video orasida Tojikistondan, Rossiyada farqi yo'q bizga fuqarolarga. Qabul qilaveramiz, umuman sayohatga jo'nataveramiz. O'zbekistondan uchirib beraveramiz. Xuddi shunday, muammo yo'q. Bo'ldi. Eski mavzumga qaytadigan bo'lsam, Saudiyaga bordik. Bola Rossiyada 1 yil ishlayapti. Ha? Yo 2 nima deb ketyapti? Uydan ona sizni umra qildiraman, hajga jo'nataman deb ketyapti. Pul to'plaganda bola. Lekin ota borib oladi, yotibdi gastitsada. Men juda ko'p edi bor. Oxir aytdim, "Ey hojona, hojata, gastitsadan chiqing, pastga tushing, pastda ozma bor, namozxona bor. Pastda namozni o'qing" deyapti.
Ha? Borib olib yotgandan ko'ra, borib olib turib ibodat qilgan yaxshi. Ibodat qilgan yaxshi. Siz bilan mani bolam borib olib aytdi nima qilyapti? Men ota-onam jonda meni umraga harakat qilyapti. Og'ir mehnatda yuribdi. Og'ir mehnatda yuribdi, stroykada yuribdi. Oddiy misol YouTube tarmog'iga Rossiyadagi fuqarolarni bitta yozing, qanday ishlayapti? Ha? Ustachilik qilyapti, so'g'ida ishlayapti, hamma joyda ishlayapti. O'shuning uchun iltimos qilib qolaman, hojiona, hojotalar, ketmayman bundan yotsangiz. Qattiq bo'lsa ham aytaman. Sentrum holdasan ketmayman olib, gastisaga borib olib yotaversangiz, 14 bir marta umra qilib oldim, bo'ldi desiz. Bizga borganingizdan keyin 14 kunmi g'animat biling. G'animat bilib, Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada gastiniца o'zi nimaga kerak? Gastiniца so'mga qo'ygani kerak. Ha? Charchaganda kirib dam olgani kerak. Boshqa hech narsaga kerak o'zi. To'ppa-to'g'ri aka. Endi gastinicaga qaytadigan bo'lsak, Madina Munavvarada 300 metr, Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr. Ya'ni 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi Makkada. Keyin Madina Munavvarada 2 mahal issiq taomlarimiz, Makka Mukarramada 3 mahal milliy taomlarimiz. Xudo xolasa Madina Munavvarada oldin shvetskiy taom derdik, hozir milliy taom. Madina Munavvarada ham milliy taom. Milliy taom ko'zda. Juda zo'r bo'ldi, chunki o'zimizdan uchayotgan yurtdoshlarimiz ayrim qismi yoshi katta odamlarda shvetskiy stol yoki turk taomlari yoki arab taomlariga jicha ko'nikalmaydi biz odamlar. Keyin yoshi katta deganingizga bizda doktor xizmatlari ham bor, xudo xolasa. Ya'ni doktor xizmati ham bor. Xizmatlari ham bor. Bu hozirgi qattiq gapirgan gaplarim u insonlarga tegishli emas. Bemor holatda boshqa bo'lsa umuman pretenziyamiz yo'q. Men ko'rgan odamlar sog'lom odamlar. Ha? Sog'lom, bemalol yuradi, borgan, lekin gastisadan chiqmaydi. Xuddi shunday. Bunaqa odamlarga endi Alloh taolo o'zi insof bersin deb qolamiz aka. Xohlasa kelish yerda video to'xtataylik. O'zim ham g'ashim kelib ketdi. Asablanmay borib ko'rib, u holatda siz ham borsiz, ko'rasiz. Ilohim hech kim ko'rish nasib qilmasin. Hamma haramda bo'lsin, hamma ibodatda bo'lsin. G'ashingiz kelib qoladi. Xohlasa pastdagi nomlar iloga chiqsa, nomer qoldiramiz aka o'sa. Xohlasa. Xo'p, o'zingiz aytdingiz bu videoda boshida bizni qo'shni Tojikistondan yo Rossiya fuqarosilar kuzatishadi. Bu yurtdoshlarimiz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqish qiyin-da. Ijtimoiy tarmoqlar ham bormi bu nomerlarda aka? WhatsApp, Telegram hamma yo'g'imiz ishlab turibdi. WhatsApp ham, Telegram bor, bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Inshaalloh. Bir dona Zagram pasport evaziga joylarni biron qildirsa bo'laveradi. Bo'ladi. Keyin asosiy savol qolib ketdi aka, bu savolni yurtdoshlarimiz aniq telefon qilib ham so'rashadi, shuning uchun aytib o'tib ketaveraylik. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka? To'lov masalalari bank orqali bo'ladi. Bank orqali yo kart orqali bo'ladi. Kart orqali. Bo'lmasa aeroportda oxiri. Shunaqa. Bo'ldi. Ofisga kelib to'lov qilsa ham bo'laveradi. Ofisga kelib to'lov qilsa ham, chunki mana birorta reklamani ko'rgan bo'lsangiz, qachon to'lov qilaman desangiz, ayta olmaydi. Men aytaveraman, ofisni yutib pul olaman. Chunki o'zbek so'mini olaman. Chunki bitta o'zimizda kvitansiya, chek hamma yo'q beramiz. Ya'ni to'lov qilgan haqida kvitansiya, cheklar yozib beramiz. Hamma yozib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi do'stlar, videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki shunaqangi arzon umra narxlarini o'zimiz kanalda ko'rib turasizlar. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.